Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim bir birodarining hojatida bo'lar ekan, Alloh uning hojatidadir. Kim bir musulmondan dunyo mashaqqatlaridan bir mashaqqatni yengillatar ekan, Allohu taolo undan qiyomat kunidagi mashaqqatlardan bir mashaqqatni yengillatadi. Bu ilohiy ta'limot bu. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari. Agar mana shu dunyoda bir qiynalib turgan mu'minga, ey Robbim, mana shu mu'min bandan qiynalib turgan ekan, mana shu bandanga seni roziliging uchun yordam beraman deb shu musulmonning qiyinchiligini ko'taring, xoh qarz bering, xoh yukini ko'tarishib yuboring, xoh ruhiy jihatdan unga birozgina dalda bering, Alloh uchun qiling. Alloh taolo qiyomat kunida bitta qiyinchiligingizni ko'tarib qo'yadi. Bir kun qiyomat kuni 50 ming yilga teng keladi bu dunyoning kuni bilan. Qiyomatning sahrosida, maydonida turish, hisob kitobni kutib turish, amallar taroziga tortilishi, sirot ko'prigidan o'tish, amal sahifalarimiz qo'llarimizdan berilishi, millionlab qiyinchiliklar bordir, balki undan ham ko'pdir. Har onda inson shu qiyinchilikni aritishga qiyomat kunida muhtoj bo'ladi. Lekin banda mana bu dunyoda bir musulmonni og'irini yengil qilar ekan, Alloh taolo uni qiyomat kunidagi og'irini yengil qilib qo'yadi. Bilingki, yaxshilikni Alloh taolo hargiz zoyi ketkizmaydi.